Muqaddas Xoliqova 1960-yil 14-aprelda Toshkent shahrida tug'ilgan. Muqaddas Xoliqova bolaligini shunday xotirlaydi: "Bolaligim bu hayotimning eng baxtli damlari edi. Boisi ota-onam yonimda, suyangan tog'im, himoyachim borligini his qilardim. Hatto 1-sonli maktabning 1-sinfiga ham ota-onam birgalikda qo'limdan yetaklab olib borishgan. Juda sho'x qiz bo'lganman chog'i. O'g'il bolalar bilan urushganimda otgan narsalarim sinfxona oynasiga tegib sinardi. Bari asabim chatoqligidan edi. Bunga esa otamdan meros yurak parogi xastaligi bo'lgan. Shuning oqibatida revmatizmga chalinib 7 oy oyoqdan qolganman. Chortoq bolalar sanatoriyasiga joylashtirishgan. O'qishimni o'sha yerda davom ettirganman. Sanatoriyda sahna ko'rinishlarini qo'yardik. Menga qarsak chalinardi. Bu esa meni ruhan davolagan. San'atga bo'lgan mehr o'sha damda paydo bo'lgan. Toshkentga qaytgach onamga faqat san'atkor bo'laman deganman, rad etmagan. Chunki shifokorlar qizingiz 18 yoshgacha yashaydi degan ekan-da, o'sha yoshgacha armon ko'rmay yashay qolsin deb ko'nglimga qaragan ekan. 5-sinfda o'qib yurgan vaqtimda rahmatli ustozim Uchqun Rahmonov teatr to'garagiga olib borgan. Ishonsangiz, teatr meni oyoqqa turg'azgan. Sahnada baliq suvda suzgandek suzardim. O'shandan keyin ancha vaqt shifoxonaga yotganimni eslolmayman. Muqaddas Xoliqova 1977-yili Toshkent davlat san'at oliygohi teatr va kino aktyorligi fakultetiga o'qishga kirib, 1981-yili o'qishni muvaffaqiyat bilan tugatgan. Shu yili O'zbek Milliy akademik drama teatriga aktrisa sifatida ishga qabul qilindi. Muqaddas Xoliqova san'atdagi ijodining dastlabki yillaridan to shu kunga qadar takrorlanmas obrazlar yaratib, teatrning yetuk aktrisalaridan biriga aylandi. U Hamzaning Boila xizmatchisida Poshsha oyim, Farhod Musajonovning Najot istabida qaynona, O'tgan kunlarda To'ybeka kabi yana bir qancha ko'p rollarni mahorat bilan ijro etgan. Erkin Xushvaqtov Muqaddas Xoliqovaning ijodiy imkoniyatlaridan, fe'l-atvoridan kelib chiqqan holda bundan bir necha yil avval qo'yilgan Qalliq o'yini spektaklini hamda Ko'ngil piyesasini aynan Muqaddas Xoliqovaga atab yozdi va bu asarlar teatr sahnasida muvaffaqiyat qozondi. Muqaddas Xoliqova 2001-yil O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga sazovor bo'lgan. 2014-yili O'zbekiston xalq artisti faxriy unvoni bilan taqdirlangan. Muqaddas Xoliqova Adhamjon ismli yigitga turmushga chiqib, bularning nikohlaridan 3 nafar qiz farzandlari bor. Muqaddas Xoliqova va Adham Xoliqovning turmush qurganiga salkam 34 yil bo'ldi. Ularning 3 nafar qizlari va bir nechta nabiralari bor. Muqaddas Xoliqova intervyularining birida 2017-yilda turmush o'rtog'i sog'lig'idagi muammolari tufayli ko'rish qobiliyatini yo'qotganini aytib o'tgan. Buning ortidan aktrisa 2 bor yurak xurujini boshdan o'tkazgan. Adham Xoliqov og'ir kasallikdan vafot etgan. Muqaddas Xoliqovaga ijodiy barkamollik va sog'lik tilaymiz.